Bir narsasini yo'qotgan kishi, bir kishi uzoqlarga ketgan bo'lsa, uning qaytib kelishi uchun yoki yo'qolgan narsalar uchun, yo'qolgan jonli narsalar, yo'qolgan jonsiz narsalarni qaytarilib kelishi uchun nima o'qiladi degan savol. Aynayla resmin köşelerine yazar. Şuralara. Neyin kaybolduysa şuralara yazacaksın köşelere. Şurada köşelere. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve ileyna raciun. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh ve ileyna raciun. Osman radıyallahu anh ve ileyna raciun. Ali Emtaz radıyallahu anh ve ileyna raciun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi'adedi ma alimallah bi'adedi rahmetillah. Bir narsasi yo'qolgan odam, bir kishisi, yaqin kishisi yo'qolgan kishi nima qilish kerak? Mana shu arabcha yozilgan yozuvni bir qog'ozga yozadi va atrofiga yo'qolgan narsasining yoki yo'qolgan kishilarning ismini yozadi. Deyapti boyagi buyuk ustoz zot Komil Murshid hazratlarining talabalaridan eshityapmiz va ularni sizga aytyapmiz. Yoziladigan narsa nima? Yoki yo'qolgan narsangizni o'rniga qo'yasiz o'sha narsani yozgandan keyin. Yoziladigan narsa Muhammad sallallohu alayhi va sallam huva ilayna roji'un. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu huva ilayna roji'un. Umar radhiyallohu anhu huva ilayna roji'un. Osman radhiyallohu anhu huva ilayna roji'un. Ali radhiyallohu anhu huva ilayna roji'un. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb yozamiz. Faqat bu arabcha yozilishi kerak. Nima yozildi endi bu joyda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va 4 xalifasining ismi yozildi. Kullun ilayna roji'un degan oyat karima bor. Bu joyda huva ilayna roji'un deyapti. Har biri bizga qaytib keladi degan ma'no bor u oyat karimada. Bu joyda esa huva, u bizga qaytib keladi degan ma'no bor. Ya'ni sizdan uzoqlarga ketgan narsa yoki shaxs, kishi sizga qaytib kelishining asrori mana bu yozuvda yozilgan. Ya'ni uzoqdagining qaytib kelishi ning sirri mana bu joyda yozilgan va bilasiz solihinning zikri inda zikri solihin tanzilur rahma. Solihinning ismi zikr qilingan paytda tanzilur rahma, rahmat nozil bo'ladi va bu shaxslar, bu zotlarning, bu muborak zotlarning payg'ambar va uning 4 xalifasining alayhimur ridvon alayhissalom alayhissalatu vassalam yozilgan paytda u zotlarning ruhoniyatidan ham shafoat umid qilinadi. Inna lillahi inna ilayhi roji'un ham bir oyati karimadir. U joydagi asror zuhur etadi deb umid qilinadi. O'zbekchasi Muhammad sallallohu alayhi salatu vassalam ham sallallohu alayhi va sallam desak ham bo'ladi. Alayhi salatu vassalam desak ham bo'ladi. U bizga qaytadi, u bizga qaytadi, u bizga qaytadi. Albatta biz Allohga mansubmiz va unga qaytamiz ma'nolari bor bu joyda tarjimasi. Allohu akbar va lillahil hamd. Yana bir narsangizni yo'qotgan paytingizda 2 tavsiya bor. Ikkalasini birdan qilsangiz ham bo'ladi, ikkisidan birini qilsangiz ham bo'ladi. Faqat bu ham haqiqatdan tajribadan o'tgan, tajriba qilingan bu ham. 7 marta bu oyat karimani o'qiymiz. Bu oyat karima Imron surasi 173-oyat karima. Buni ham arabchasidan o'qishingiz kerak. Google'ga yoki qo'lingizda Qur'oni Karimingizni ochib, Imron surasi 173-oyat karimani 7 marta o'qiysiz. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآية. Mana shu oyat karimani o'qiysiz. Maoli ular shunday kimsalardirki, xalq ularga dushmanlaringiz bo'lgan insonlar sizga qarshi qo'shin tayyorladilar. Ordu degan so'zni o'zbekcha tarjimasi nima deb so'ragan edik sizdan.
qo'shin ekan. Qo'shin. Ya'ni armiya so'zining tarjimasi qo'shin. To'g'rimi? Boshqa so'zlar bor bo'lsa, iltimos yozib qo'ying. Alloh rozi bo'lsin. Bas ulardan qo'rqing deb vasvasa qilishadi, qo'rqitishga harakat qiladi. Voy, u ishni qilma, mana shunaqa zararlarga uchraysan. Senga insonlar shunaqa zarar beradi degan paytda bu so'z ularning iymonini orttiradi. Qilma shu ishlarni degan paytda yo'q deb qaytaga azmingiz ortib ketadi. Agar siz Allohni sevgan qullari bo'lsangiz, iymon etgan mo'minlarning alomati mana shudir deyapti. Bu so'z ularning iymonini orttiradi va Alloh bizga yordam bizga yetar deb aytadi. U qanday go'zal vakildir deb aytadi. Ya'ni hasbunalloh va ni'mal vakil deb aytadi. Deyapti oyat karima. Mana shu oyat karimani o'qib bo'lgandan keyin orqasidan 450 marta hasbunalloh va ni'mal vakil deb aytasiz. Bular bir kalit, sirli narsalar bular. Bu tajriba qilingan, haqiqatdan juda ko'p tajribadan o'tgan, bizning kunimizda tajribadan ko'p o'tgan, ustozlarimizdan ko'p eshitganmiz. Mana shuni o'qidim, yo'qotgan narsam menga qaytib keldi deb ko'p aytishadi. Masalan, bir ustozimiz aeroport nima deydi uni? Xullas, safarga chiqqan paytida chamadonini yo'qotib qo'yganida o'sha chamadon o'ziga qaytib kelgan va soira va soira. Juda ajoyib sir asrorlar zuhur etgan. Yana nima qila olamiz desangiz, endi shuni qilsangiz ham bo'ladi. Qasos surasi 85-oyat karima o'qiladi. Bu ham tavsiya qilingan. Ikkisini birdan o'qisangiz ham bo'ladi, yuqoridagini yoki shuning o'zini alohida o'qisangiz ham bo'ladi. Bu joyda ulamo ma'at lafzi kelyapti oyat karimada. Qasos surasi 85-oyat karimada. Lafzini aksariyat bilan Makkaga qaytish deb tafsir qilganlar nitakim kalimasi xato yozilibdi. Zero desak ham bo'ladi. Yoki shunday davom etamiz. Bu va'da ilohiy Makkaning fathi bilan tahaqquq topgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkaga nusrat bilan qaytganlar. Ya'ni Alloh taolo nima deb va'da berdi oyat karimada? Innallazina farada alaykal qur'ana laradduka ila ma'adin deb va'da beryapti. Ya'ni senga Qur'oni Karimni o'qishni, u bilan uni tilovat qilishni, u bilan amal qilishni, tabliğ qilishni Alloh taolo farz qilgan. Alloh taolo endi seni yana qaytadigan joyga qaytarguvchidir. Qaytadigan joy nima? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka mukarramadan Madina munavvaraga hijrat qilayotgan paytida, hijrat uchun Makka mukarramadan chiqarkan qattiq xafa bo'ldilar. Chunki ham tug'ilgan vatanining tuprog'ini tashlab chiqib ketayotgan edi, ham Makka mukarrama Ka'batullohning bo'lgan joyi. Shuning uchun qalbida huzun bo'lgan paytida Alloh taolo oyat karima indirdi, nozil qildi va sen o'sha joyga qaytadigan joyingga qaytaramiz biz seni. Ya'ni Makka mukarramaga biz seni qaytaramiz degan oyat edi. Mana bu oyat karimada ham uzoqlarga ketganning qaytib kelishining asrori bor. Shuning uchun bu oyat karima ham o'qiladi bir narsani yo'qotgan paytingizda yoki bir kishi ketib qolgan paytida. Qancha marta o'qiladi dedik? Qasos surasi oyat karimasi o'qiladi. Orqasidan mana bunday duo qilinadi. Bu bir marta o'qilsa kerak. Chunki shuncha marta o'qing deb aytilmagan. Bu joyda nima deyilsa shuni qilamiz. Boshqa ortiqcha kam narsa qo'shmaymiz. Shunda sirri zohir bo'ladi. Va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka mukarramaga nusrat bilan, g'alaba bilan qaytib kelgan edi. Bilasiz, Makka fathi voqeasidan. Innallazina farada buni o'qidik. Shunday duo qilinadi keyin ana shu oyatni o'qiganingizdan keyin barakallohu fika va hafizaka va ya'tiyani bihim jami'an. Asallohu an ya'tiyani bihim jami'an deb hafizaka asallohu an ya'tiyani bihim jami'an deb o'qilishini ham yozib qo'ydik. Tarjimasi Alloh seni muborak qilsin, seni muhofaza qilsin. Umid qilinadirki,
Alloh ularning barchasini menga keltirgay deb duo qilinadi. Uzoqdagi kishiga Alloh taolo zarar bermasin. La yadurruhum ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis samai va huwas samiul alim duosini o'qisangiz ham bo'ladi. Va u menga qaytib keladi deb umid qilaman deb duo o'qiladi deyapti. Mana shu oyat karimaning orqasidan. Yana tavsiyalardan biri bir Fotiha, 3 Ixlos Sharif va Voqea surasi o'qiladi. Ibrohim bin Adham hazratlariga hadya qilinadi. O'sha zotning ruhoniyati shafaat etib, o'sha uzoqlarga ketgan kishining qaytib kelishiga umid qilinadi. Yana liraddil g'oyibi deyilyapti. Sizdan yo'qolgan, sizdan ketib qolgan, sizdan uzoqlarda bo'lganning rad, ya'ni qaytishi uchun nima qilinadi? Fotiha surasi 40 kungacha 40 martadan o'qiladi. Endi bu yo'qotgan narsangiz bir ashyo bo'lishi mumkin, yoki bir kishi bo'lishi mumkin, jonli, yoki hayvon bo'lishi mumkin, yoki sizning maqomingiz, mavqeingiz bo'lishi mumkin, pulingiz, bir narsangiz bo'lishi mumkin. Farq etmas, mana shu narsalar o'qiladi. Tabiiyki, endi bir kunda bir marta o'qiganingizda qaytib kelishi mumkin, yoki 40 kungacha davom etsangiz qaytib kelishi mumkin bu tavsiyalarni. Og'zingiz toza bo'lsa, duongiz qilich kabi keskir bo'ladi inshaallohul karim. Ya'ni shubhali g'idolarni yemasangiz va soira va soira. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Iltimos boshqalarga ham ulashtirib qo'ying. Ya'ni sizga bu ilmlar ulashganini shukronasi uchun siz ham boshqalarga iltimos ulashtirib qo'ying. Shunda sizni bilmagan narsalaringizni sizga ulashtirish uchun insonlarni Alloh taolo yaratadi. Maloika sizga sizni bilmagan narsalaringizni ulashtiradi. Buni haq etish uchun siz ham mana shu ilmlarni boshqalarga ulashtiring. Ya'ni bizning kanalimizni xabarini beringki, sizga ham Alloh taolo kutgan yoki siz kutmagan ilmlarni xabarini bersin. Sizning ham eshiklaringiz ochilsin, iltimos. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin fi amanillah.